turk ustalari qilgan ishi o'zbek ustalari qila olmaydi deb o'ylaysizmi, aka? Mana Shavkat aka Mamitda bor-ku, qoyillatib qo'yibdilar. Xullas aka, siz sauna qilaman desangiz, mana shunaqa yechim bor aka. Siz hali uyingizni to'plik bo'lini qilaymi, qilmaymi, boshimni dalingiz oshib ketadi deb o'ylayvergan paytda odamlar ko'ryapsizmi? Radiator o'rniga shuni ishlatib devorga aka. Shoshmang, aka. Radiator o'rniga emas, hazillashdim. Bu aka sauna qilib ishlatishyapti aka. Xullas aka, siz bunaqa yechimni ko'rganmisiz? Yechimni birri bo'libdi-ku. Eng asosiysi bu matlarimizni xohlasangiz devorlarga, xohlasangiz pollarga ishlatsangiz bo'laveradi aka. Bu matlarimiz afzallik taraf shunaki, to'g'ridan-to'g'ri shlanka aylantirib, ustidan siyashga tashlab olasiz. Betda ham bunaqa setka qilib qo'yishdi Abbos. Setka ham qilish kerak ekansiz. Yo'q aka. Betga devorga qilishgan. Devor hali suv ochadi. Suv to'g'ridan-to'g'ri buni ushlamaydi-ku, shuning uchun setka qilishgan aka. Mana yechimga nima deysiz aka? Kommentariyada fikrni qoldiring. Videoni hammom qiladigan yoki hammom bilan shug'ullanadigan usta do'stlaringizga yoki hammom qildirmoqchi bo'lgan do'stlarga tashlab qo'yasiz. Assalomu alaykum.